Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus universiteti professor o'qituvchilari va talabalari. Bugungi video qo'llanmani nomi mavzusi Scopus ilmiy ma'lumotlar bazasidagi tibbiyot sohasidagi jurnallarga ilmiy maqolalar tayyorlash talablari qaysiki birinchi va 4 kvartilli jurnallarda chop etilgan maqolalar misolida. Bu ilmiy seminar kuni kecha Alfraganus universitetining tibbiyot fakultetining klinik fanlar kafedrasi professor o'qituvchilari uchun o'tildi. Shu bilan birga universitetda boshqa yana tibbiyot sohasidagi kafedralar professor o'qituvchilari va talabalari borligi uchun bu ilmiy seminar video qo'llanmasi tayyorlanib e'tiboringizga havola etiladi. Demak, video qo'llanmamizni boshlaydigan bo'lsak, bu tuzilma ko'pchiligingiz uchun tanish. Oldingi ilmiy seminarlarimizda ham, video qo'llanmalarimizda ham bundan foydalanib kelyapmiz. Umumiy IMRAT talabi quyidagi tuzilma bo'yicha biz endi kelgusida tibbiyot jurnallarida chop etilgan maqolalarni tahlil etib, oxirida demak tibbiyot jurnallari qabul qiladigan demak IMRAT tuzilmasini ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda Scopus ma'lumotlar bazasini o'sha birinchi interfeysdan boshlaymiz, saytidan boshlaymiz. Saytga demak platformaga murojaat qilganimizda quyidagi oyna ochiladi va bu yerda biz sources, agar rus tilida olib platformadan foydalanadigan bo'lsangiz, источники va bu yerda subject area bor va enter subject area orqali siz sohani tanlaysiz. Misol uchun meditsin, tibbiyot deb yozganimizda tibbiyotga tegishli sohalar va yo'nalishlar, tibbiyotga tegishli yo'nalishlarni ko'rishimiz mumkin. Bu jurnal nomlari emas, yo'nalishlar. Umumiy tibbiyotni belgilab apply'ni bosganimizda ko'rishimiz mumkinki, qariyb 14.300 ta natijalar borligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Scopus ma'lumotlar bazasida tibbiyot sohasiga tegishli 14.300 ta jurnallar, to'plamlar, konferensiya to'plamlari va kitoblar mavjud. Bu yerda endi biz misol tariqasida birinchi kvartil jurnallarini tanlab olishni qaror qildik. First quartile'ga belgi bosib, apply'ni bosganimizda, demak, ko'rishimiz mumkinki, qariyb 2200 ta natija bor. Bu yerda 99 percentile'dan boshlangani bilishimiz mumkin. Bu hammasi, bu yerda ham mana belgiladik, hammasi birinchi kvartil jurnallari. Misol uchun Nature Medicineni tanladik. Nature Medicine tanlaganimizda biz umumiy o'sha jurnalni ilm-metrik ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin va har yilgi chop etilib indekslayotgan maqolalarni sonlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, 95-yildan boshlab indekslanmoqda maqolalar, hatto 25-yilda ham boshlangan. Nashriyot uyi Springer Nature. Bu yerda ikkita ASCN raqamlar bor. Bunisi qog'ozda print deyiladi, ya'ni qog'ozda chop etilgan maqolalar uchun, bunisi elektron chop etilgan maqolalar uchun. Va bu yerda subject area mana general medicine bo'yicha qabul qiladi va hokazo general biochemistry, genetics and molecular biology bo'yicha maqolalar qabul qiladi. Bundan tashqaridagi bo'lgan maqolalarni yuborsangiz, bosh muharrir katta ehtimol bilan qaytaradi. Demak, source type bu jurnal. Ko'rishimiz mumkinki, bu yerda har yili nechta maqola chop etilib indekslayapti va 25-yilda 40 ta maqola indekslangan. Site score ko'rsatkichiga e'tibor beradigan bo'lsak, 101 deb olamiz. Bu nimani bildiradi? Bu mazkur jurnalda chop etilayotgan bitta maqola o'rtacha 101 tadan iqtibos, citation deymiz, iqtibos olayotganligini bildiradi. CGR va SNP ko'rsatkichlari ham yuqori. Bundan ko'rinib turibdiki, bu jurnalda chop etilayotgan maqolalar mazkur sohalarda bo'yicha, mazkur mavzu deymiz, mazkur mavzular bo'yicha ham demak o'rtacha iqtiboslik salohiyatidan ancha yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Biz agar misol tariqasida 25-yil, 24-yil bo'ladimi, Documents ustiga bossak, demak mana shu maqolalar kelib chiqadi, har yilgi chiqib indekslangan. View at Publisher orqali demak biz jurnalni, mazkur maqolani chop etilgan jurnal saytiga o'tamiz va Nature Medicine yoki o'sha jurnal nomini bossak, umumiy jurnal saytini ko'rishimiz mumkin. Buni nima uchun hozir ko'rsatdim? Sababi bizda bo'lishi ilgari ko'p bo'lgan, hozirgi kunda sekin-sekin kamaymoqda bu vaziyatlar. Yirtqich jurnallar deymiz, klon jurnallar deymiz, yirtqich nashriyotlar bor, yirtqich konferensiyalar bor, yirtqich bazalar borda.
professor o'qituvchilarimizga yoki talabalarimizga shunday takliflar kelib qolsa, Telegram yoki boshqa nimadan, ular yirtqich bazalar orqali yirtqich nashriyot va yirtqich jurnalga borib, uni saytiga borib to'qnashadi. Lekin reklama ketganda mana bu, misol uchun, mana bu jurnal mana bor, Scopus ma'lumotlar bazasida indekslangan deb reklamasi ketadi-da, marhamat bu yerdan tanishishingiz mumkin deb yirtqich baza, yirtqich nashriyot, yirtqich jurnal qilib, yirtqich demak hishnik deymiz, saytga borib qolinadi. Scopus ma'lumotlar bazasi orqali asl jurnalni asl saytiga o'tasiz. Shuning uchun ham buni ko'rsatdik. Endi agar Scopus ma'lumotlar bazasidan foydalanish imkoniyati bo'lmasa, Simago saytidan foydalanish imkoniyati bor. Bu bepul, istalgan davlatda, istalgan hududda foydalanish mumkin. Simago saytiga kirganingizda, demak bu yerda Journal Rankings bosib, mana bu oyna ochiladi va bu yerda mana bu sohani tanlashingiz mumkin. Misol uchun meditsin tanladik. Tanlaganimizda ko'rishimiz mumkinki, kvartal 1-dan boshlab to 4-gacha ko'plab jurnallarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda sahifalarni ko'radigan bo'lsak, 7444 ta sahifa ekanligini ko'rishimiz mumkin. Nature Medicine biz Scopus orqali ko'rganmiz, bu yerda ham bor. Buni ustini bosib kirganimizda mana birinchi oyna quyidagi ochiladi va uni quyida pastida boshqa ilm-metrik ko'rsatkichlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda demak Nature Medicine jurnaliga maqola topshirishda albatta subject area and category toifalarini ko'rib chiqishingiz kerak. Nashriyot bilan tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi va Hirsch indeksi 630 ekan bu jurnalni. Bu nimani bildiradi? Bu mazkur jurnalda chop etilayotgan maqolalardan, hozirgi kungacha chop etilgan maqolalardan kamida 630 ta maqolalar kamida 630 tadan va undan yuqori iqtibos olganligi uchun bu jurnalning Hirsch indeksi 630, ya'ni yuqori ko'rsatkich. Bu yerda home page bor. Home pageni bosib ko'rishimiz mumkinki, biz jurnalni asl saytiga o'tamiz. Ya'ni boyagi Scopus bilan bir xil. Bu yerda ham Scopus orqali shu saytga o'tgan edik, bu yerda ham Simago orqali shu saytga o'tdik. Ya'niki sizga agar takliflar kelsa, assistent raqamlari kelsa, jurnallarning nomlari kelsa, demak Simago orqali, mana bu platforma orqali demak jurnalni tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar bunda chiqmadim, demak jurnal Scopusda yo'q. Sababi bu platforma Scopus ma'lumotlar bazasi bilan integratsiyalangan, ya'ni ko'rsatkichlarni Scopus ma'lumotlar bazasidan oladi. Xo'p, biz Simago orqali ham jurnal asl saytiga o'tdik-da, ana endi qaysi bo'limlarga e'tibor berishimiz kerak? O'zi maqolamiz tayyorlab bo'lgandan keyin biror jurnal tanlayotganda va mana shu jurnalni deylik, misol tariqasida aniq qaror qabul qildik, tanladik va albatta iloji boricha avtorlar uchun berilgan demak ma'lumotlarni, ko'rsatmalarni barchasini tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. About the journal, avvalambor About the journal, aims and scope, maqsadi va qamrovini tanishib chiqing. Sizni maqolangiz saviyali, tajribaga asoslangan, ilgari chop etilmagan ma'lumotlar, primary deymiz, bo'lishi mumkin. U sizdagi ilmiy yangiliklar ahamiyatli. Lekin bu jurnal siz tayyorlagan ilmiy maqolani qabul qilishga yo'nalmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun maqsadi va qamrovini tanishib chiqing. Qaysi mavzularni qabul qiladi va qanday turdagi maqolalarni qabul qiladi. Agar sizning tayyorlagan maqolangiz bu jurnal uchun, siz tanlagan jurnal uchun mos kelsa, mazkur saytni o'zidan ro'yxatdan o'tib, saytni o'zidan yuborasiz, submit qilasiz. Pochtadan yoki boshqa kim orqali emas. Va publish with us, misol uchun buni ham ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Submission guidelines, maqolani yuborish ko'rsatmalari. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu submission guidelines ichidagi bir dunyo ma'lumotlar, quyida yana ko'plab ma'lumotlar bor. Undan tashqari yana mana bu bo'limlarda ham ko'plab ma'lumotlar bor. Buni albatta birma-bir tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Avvalambor mana bu yerda yana o'sha maqsadi va qamrovi bilan tanishing deyapti. Boya yuqorida ko'rsatdim. Buni albatta tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va yana qaysi mavzularda qabul qilish mumkin, qaysi mavzular cheklanmaydi. Bu haqida ham ma'lumot bo'ladi. Tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va qarang, preparing your material for initial submission, birinchi marta maqola yuborilayotgan maqolangizni tayyorlashingiz. Initial submission, ya'ni siz bir necha marta maqola yuborasiz-da. Birinchi maqola yuborganingizda bosh muharrirga kelib tushadi. Bosh muharrir temasiga, mavzuga qarab turib, boyagi jurnalni maqsadi va qamroviga qarab turib, yo qabul qiladi yoki rad etadi. Qabul qilsa taqrizchiga yuboradi yoki taqrizchilarga yuboradi.
taqrizchilar tomonidan sizga kommentlar keladi. Misol uchun bitta taqrizchi bo'lishi mumkin, ikkita double blind, misol uchun ikkita taqrizchi. Har bir taqrizchini kommentlarini to'ldirib yana qayta yuborasiz. Balkim yana izoh beradi, yana qayta yuborasiz. Shuning uchun u keyingi submission bo'ladi, lekin birinchi mana bu boshlang'ich submissiondagi mana bu qoidalarga amal qilishingiz kerak. Maqolani tayyorlash, formatlash, demak ingliz tilidagi akademik tilga to'g'irlash bo'yicha va boshqa ma'lumotlar. Xo'p, maqolangizni tayyorlaganda demak ikkita fayl bitta bo'ladi. Manuscript fayl deyiladi. Manuscript degani siz mazkur jurnalga yubormoqchi bo'lgan maqolangizni oxirgi varianti. Including deyapti, metodlar bo'lsin, rasmlar bo'lsin va kengaytirilgan ma'lumot bo'lsin agar mavjud bo'lsa. Va albatta cover letter. Cover letter bu bosh muharrirga yozasiz, qaysiki bu maqolani dolzarbligini ko'rsatib berish uchun. Va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lishi mumkin, bu ixtiyoriy. Agar qo'shimcha ma'lumotlaringiz bo'lsa, uni ham yuborishingiz mumkin. Lekin mana bu ikkita maqolangiz va cover letter muhim bo'ladi. Manuskript, ya'ni maqolangizni yuboradigan maqolangizni tayyorlashda nimalar o'z ichiga olish kerak? Albatta mana names and affiliations of all co-authors, barcha ham mualliflarning ismlari, affiliatsiyalari. Demak, the primary affiliation for each author should be the institution where the majority of their work was done. Qaysiki birinchi affiliatsiya, mana bitta affiliatsiya, ikkita, uchta, to'rtta, beshtalab, undan ham ko'p affiliatsiya qo'shishingiz mumkin. Affiliatsiya degani muallifni tegishli joyi, muallif tegishli bo'lgan tashkilot. Ya'ni muallif ishlayotgan tashkilot va tashkilotlar. Uni affiliatsiyasi bo'ladi. Bu yerda talab qo'yilyaptiki, birinchi affiliatsiyaga deyapti, mana shu tadqiqot ishi ko'proq bajarilgan joy qo'yilsin deyapti. Bizda masalan asosiy ish joyi birinchi affiliatsiyaga qo'yiladi, keyingi o'rindosh ish joylari ikkinchi va yoki uchinchi affiliatsiyaga qo'yiladi. Bu yerda ish joyi haqida gap ketmayapti, bu yerda tadqiqot ishi bajarilgan joy haqida gap ketyapti. Biroz farqi bor buni. Agar muallif agar shu maqola yuborilayotgan, tayyorlanayotgan vaqtda boshqa joyga o'tadigan bo'lsa, current adresi, joriy adresi ham, joriy ish joyi ham demak qo'shiladi. Va hokazo ma'lumotlar. Albatta bularni tanishib chiqish kerak bo'ladi. Bu yerda dunyo ma'lumot bor. Metodlar qanday shakllantiriladi? Cover letter nima o'zi u? Unda nimalar aks etishi kerak? Bu haqda ham ma'lumotlar bor. Yoki internet orqali cover letter qanday yoziladi? YouTube'da ham videolar ko'p. Bir-ikki videolarni ko'rib, demak, xulosa qilishingiz mumkin. Maqolangizni formatlash bo'yicha talablar bu yerda ham bor. Boshlang'ichiga deyapti, PDF qabul qilamiz, Word, text, latex formatlar qabul qilamiz deb yozilgan. Va formatlash bo'yicha talablar ham bor. Odatda formatlash sizni maqolangiz qabul qilinganidan keyin. Mana bu yerda aytyapti, your initial submission doesn't need to be specially formatted. Ya'ni birlamchi nimangiz, yuboradigan manuskriptingiz formatlanmagan bo'lsa ham bo'ladi. Bu o'zi odatda taqriz va boshqa jarayonlardan keyin va ko'pincha maqola qabul qilingandan keyin jurnalni formatlash bo'yicha talablariga tushirib berasiz. Boshlang'ichiga Wordda tayyorlagan variantingizni yuborsangiz ham bo'ladi. Chunki mana bu yerda qabul qilamiz Wordda deb ko'rsatib qo'ygan. Text, latex formatlariga tushirish murakkab bo'lsa, Wordda ham yuborsangiz bo'ladi. Mana formatlash talablari, dokument turiga qanaqa, jadvallariga, rasmlarga qanaqa va hokazo metodlarga qanaqa formatlash talablari bor, boshqa talablar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Text, latexlar bo'yicha mana quyida hatto link bergan, bu link orqali demak, o'sha latex formatiga tushirish bo'yicha template ham bor, undan ham foydalanishingiz mumkin, o'rganib chiqib. Demak, bu yerda yana e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu tibbiyot jurnali bo'lganligi uchun tibbiyot mutaxassislari ko'proq demak, chemical structures deyapti, should be produced using ChemDraw or a similar program. Demak, masalan, har bir soha vakillari o'zlarini ilmiy maqolalar, ilmiy tadqiqotlarni natijalar qismini shakllantirishda turli statistik dasturlar
yoki boshqa umuman dasturlardan foydalanishadi. Bu yerda ham demak bu jurnalga CamDraw degan yoki shunga o'xshash dasturdan foydalaning deyapti. Copyright permission qanday to'ldiriladi va boshqa ma'lumotlar, jadvallar qanday bo'lishi kerak, rasmlar qanday bo'lishi kerak, talablar bilan tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Oldindan online publication, earlier publication deymiz. Agar u Scopusda indekslansa, article in press deyiladi. Agar u Web of Science indekslansa, early access deyiladi. Ya'ni o'sha maqolangizga sahifa raqamlari qo'yilmasdan, jurnali son, jild, nashr raqamlari qo'yilmasdan, albatta taqrizlash jarayonidan keyin demak olimlarga, tadqiqotchilarga foydalanish uchun erta nashr etiladi, hatto erta indekslanadi ham. Keyin o'sha belgilangan vaqtda, misol uchun 2025-yil mart oyi, aprel oyi sanasi bilan demak early publication deymiz, chop etiladi. O'sha vaqtda keyin jurnal sahifalari, jild, nashr va boshqa son raqamlari qo'yiladi. U bo'yicha ham talablar bor bu yerda. Color charges deyapti. Bu print journals only. Agar maqolangiz qog'oz variantda chop etiladigan bo'lsa, rangli chop etilsa, qanday talablar bor, qanaqa nima deydi, to'lovlari bor va hokazo ma'lumotlar bor bu yerda. Yana metodlar qanday shakllantiriladi, minnatdorchilik yoki kengaytirilgan ma'lumotlar, rasmlarga qo'yilgan talablar agar mavjud bo'lsa, ixtiyoriy qo'shimcha ma'lumotlar qanday taqdim etiladi, tenglamalar bo'yicha va boshqa demak ximik, biologik nomenklatura va so'z qisqartmalari qanday yoritiladi va boshqa ma'lumotlarni demak ko'rishimiz mumkin. Albatta tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Qaysiki agar maqolangiz tayyor bo'lib, siz bir jurnalni tanlab olganingizdan keyin yoki bir jurnalga moslashgan bo'lsangiz, shu jurnalni talablari bo'yicha tayyorlayversangiz ham bo'ladi. Keyingisi demak double blind peer review, demak mualliflar tanlashi ham mumkin. Peer review oddiy taqriz jarayoni tanlash mumkin yoki double blind, ikki karra, ya'ni ikkita taqrizchi ko'radi sizni, maqolangizni, sizni tanimaydi. Ular sizni tanimaydi. Agar double blind peer review tanlaydigan bo'lsangiz, uni ham ko'rsatmasi bor, qayerdaki mualliflar, ularning affiliatsiyalari, umuman mualliflarga tegishli ma'lumotlar barchasi ko'rsatilmaydi. Uni o'rniga raqamlar va boshqa belgilar bilan ko'rsatiladi. Undan tashqari demak nashr etish bo'yicha siyosatlar bilan, jarayonlar bilan, taqrizlash jarayonlari va boshqa ma'lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. ORCID talablari bo'yicha ham bor bu yerda. Agar taqrizlash, umuman bu jurnalda taqrizlash qanaqa tartibda amalga oshiriladi, bu bo'yicha ham ma'lumotlar bor. Xullas, bir jurnalni tanlaganingizda, shu jurnalga yuboraman, eng oxirgi qarorim shu deganingizda, albatta submission guidelines for outsource, peer review policy va boshqa ma'lumotlarni tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Maqolangizni agar shu jurnalga yuborishga qaror qilsangiz, submit manuscript orqali ro'yxatdan o'tib, birinchi marta yuborayotgan bo'lsangiz, keyingi marta yuborayotgan bo'lsangiz, demak login va parolingiz orqali platformadan foydalangan holda maqolangizni yuborishingiz mumkin. Pochtalar orqali, boshqa tanish-bilishlar orqali yuborilmaydi. Platforma orqali yuboriladi. Eng yaxshi usullardan biri, siz tanlagan jurnal qanday maqolalarni, qanday ko'rinishdagi maqolalarni o'zi umuman qabul qiladi. Kengroq ma'lumot olishni istasangiz, jurnal saytida arxiv bo'lishi mumkin, current issue bo'ladi yoki boshqa special issues bor va boshqa, xullas bu yerda research articles tanladim. Bu yerga o'tsangiz yaqin orada chop etilgan maqolalarni ko'rishingiz mumkin, misol tariqasida. Va birinchisini deylik ko'radigan bo'lsak, download orqali mana ko'chirib oldik. Buni nima uchun ko'rsatyapman? Bu bitta bilan yetmaydi. Bitta siz tanlagan jurnaldan 5 ta, 10 ta, 15 ta, balki bundan ham ko'p open accessda bo'ladigan bo'lsa, maqolalarni ko'chirib olib, faqat misol uchun abstrakt qanday tayyorlanadigan bo'lsa, faqat abstraktiga e'tibor berasiz. Yoki introductionga qanday yondashilgan bo'lsa, faqat introductionga e'tibor berasiz. Yoki metodlarga qanday yondashilgan bo'lsa, mana shu jurnalda faqat metodlarga e'tibor berasiz. Sizda уже ancha-muncha fikrlar paydo bo'ladi, ancha-muncha dars ham olasiz bu jurnal har bir bo'limlarga qo'yilgan talablari bo'yicha.
article deb yozilgan. Shundan bilishimiz mumkinki, bu maqolada chop etilgan mana bu natijalar ilgari chop etilmagan. Bu mualliflarni birinchi o'sha demak o'zlarini tajribaviy ishlari natijalari. Article. Agar review bo'lishi mumkin, brief communication bo'lishi mumkin, ularda maqolani mazmun mohiyati boshqacha bo'ladi. Ko'rishimiz mumkinki, demak, avtorlar va ularning affiliatsiyalari maqolani oxirida taqdim etiladi. Va yana bir belgisi, bu jurnaldagi introduction degan so'z, heading yo'q, paragraf boshi yo'q, lekin bu introduction qism hisoblanadi. Introduction qism tugadi va darrov demak results natijalar bo'limiga o'tildi. Lekin bu yerda study design, qaysiki metodologiya yoki research methods deymiz, tadqiqot metodlari bo'limida beriladigan ma'lumot natijalar bo'limida mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Bu bitta bilan bunday xulosa qilishimiz yetmaydi. Bir nechta mana shu jurnalda chop etilgan maqolalarni aynan natijalar bo'limini ko'rib chiqishimiz kerak. Agar ko'pida metodologiya bo'limiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar ham aks ettirilgan bo'lsa, demak bu jurnalda natijalar deb jurnal nomini heading, ya'ni paragrafni nomlab, unda metodologiyaga tegishli ma'lumotlarni kiritish mumkin bo'ladi degan xulosa qilishimiz mumkin. Demak, rasmlar qanday rasmiylashtiriladi, jadvallar qanday rasmiylashtiriladi. Ana undan keyin muhokama qismi boshlangan. Muhokamada ham hatto rasmlar ham berilgan va muhokamada in conclusion ko'rishimiz mumkin, muhokamada xulosa qism qo'shilgan. Alohida xulosa qilib yoritilmagan. Bu degani discussionda xulosa qism bo'lar ekan, bu jurnalda deb xulosa qilsak noto'g'ri, boshqa maqolalarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Agar ularni barchasida conclusion, xulosa qism, discussion qismga qo'shilgan bo'lsa, demak, siz ham shunday maqolangizni rasmiylashtirasiz. Agar aksincha conclusion qism bir necha maqolalarda alohida yoritilgan bo'lsa, demak bu ixtiyoriy bo'ladi. Discussion bilan conclusionni qo'shsangiz ham bo'ladi, alohida yoritsangiz ham bo'ladi. References ko'rishimiz mumkin, adabiyotlar ro'yxati qanday shakllantirilgan. Ana shunday qilib xulosa qilib, bu jurnaldagi maqolalarni tayyorlash bo'yicha, rasmiylashtirish bo'yicha katta ma'lumot olishimiz mumkin. Endi 4-kvartal bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Yana Scopus ma'lumotlar bazasiga qaytdik. 4-kvartalni belgilab, albatta birni o'chirishimiz kerak. 4ni belgilab apply'ni bosganimizda ko'rishimiz mumkinki, 1400 dan ortiq natijalar bor. Misol tariqasida Reviews in Medical Microbiology. Reviewga e'tibor bering. Agar qaysi jurnalni boshida, o'zi umuman jurnal nomida review degan so'z bo'ladigan bo'lsa, bu jurnal original maqolalarni qabul qilmaydi. Bu jurnal demak kuzatuvlarga asoslangan, tajribaga asoslangan, eksperimental tadqiqotlarga asoslangan holda tayyorlangan ilmiy maqolalarni qabul qilmaydi. Bu jurnal reviewlarni qabul qiladi. Review bu siz tanlagan mavzu bo'yicha sizdan oldingi mahalliy, xorijiy bir nechta 50 talab, 100 lab misol uchun tadqiqotchilarni siz tanlab olgan topik mavzu bo'yicha olib borgan ishlarini umumlashtirib xulosa qilasiz. Mana shu kabi maqolalarni obzorная stadiya deymiz. Mana shu kabi maqolalarni qabul qilar ekan. O'zi umuman jurnal tanlaganingizda, jurnalni saytidan kirib ko'rganingizda ham yoki maqolalarni chop etilganidan ko'rganingizda ham u qanday turdagi maqolalarni qabul qiladi, aim and scope bo'limida yozib qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun albatta tanishib chiqish kerak. Sizni maqolangiz original bo'lsa, agar bu review maqola qabul qiladigan bo'lsa, bosh muharrir uni qaytaradi sizga. Shunday jurnallar bor, faqat original maqolalarni qabul qiladi va review obzorniy saytiga yuborsangiz qaytaradi. Misol tariqasida shu jurnalni tanladik. Mana shu bu yerda men qisqartirdim. Jurnal orqali jurnalni demak Scopusdagi millimetrik ko'rsatkichlarga o'tamiz, keyin yillarga o'tamiz, u yillardan chop etilgan maqolalarga o'tib, misol tariqasida bitta maqola orqali jurnal saytiga o'tdik, asl saytiga. Yuqorida mana bu demak RRM ni bosib, jurnalni asosiy saytiga o'tsak bo'ladi. Jurnalni assistent onlayn assistent raqamlari bor. Demak, mana 1 yilda 4 martalab chop etilar ekan. Bu bosh muharrirni ism familiyasi. Bu yerda yana agar ma'lumotlar bilan tanishsangiz, bosh muharrir boshqa kontaktlarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi Simago orqali shu jurnalni ko'ramiz. Demak, journal rankingsga o'tamiz. Bu yerda o'sha yuqorida meditsinani belgilaymiz.
Q1dan boshlab Q4gacha minglab demak jurnallar chiqadi. Bu aynan shu jurnalni mana topdik va shu jurnalni saytiga bosganimizda mana umumiy ko'rsatkichlari va demak 29 Hirsch indeksi, demak bu jurnalda chop etilgan kamida 29 ta maqola, kamida 29 tadan iqtibos olganligini bildiradi. Homepage orqali biz jurnalni asl saytiga o'tamiz. Ya'ni boyagi Scopus orqali o'tgan saytimiz ham shu, Simago orqali o'tgan saytimiz ham shu bo'ladi. Endi jurnal saytida ishlaymiz. For our source bo'limiga o'tamiz va bu yerda information for our source, mualliflar uchun axborot, ma'lumot. Albatta tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qanday maqolani yuborish, ko'rsatmalar va hokazo ma'lumotlar bor bu yerda. Va ko'rishimiz mumkinki, taqrizdan o'tkazish bo'yicha bu jurnalda ko'plab ma'lumotlar bor. Agar bu jurnalni tanlasangiz maqolangiz uchun, bu yerda mana Scope qanaqa ma'lumotlarni qabul qiladi, qanaqa turdagi maqolalarni qabul qiladi. Demak, abstraktga qo'yilgan ma'lumotlar, tekstga, jadvallarga qo'yilgan ma'lumotlar, minnatdorchilik bildirgan bo'lsangiz tashkilotlarga, mualliflarga, ular qanday rasmiylashtiriladi yoki adabiyotlar ro'yxati qanday rasmiylashtiriladi va hokazo ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Va hokazo. Bu yerda yana ko'plab ma'lumotlar bilan yana tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu jurnalda chop etilgan maqolalar pulli bo'lgani uchun maqola ola olmadim. Lekin misol tariqasida boshqa kvartil 4-jurnaldiga, aynan mana Asian Biomedicine, bu ham tibbiyotga tegishli maqolani olganimda qaradimki, bu brief communication ekan. Men artikel qidirgandim, keyingisida artikelga misol bor. Brief communication bu bizni tezisimizga o'xshaydi. Bu yerda ya'ni bizni ilmiy ishlarimizni natijalari qisqartirilib berilgan bo'ladi. Brief communication xuddi tezisimizga o'xshagan. Misol uchun Asian Biomedicinada, Medicine jurnalida demak mualliflar yuqorida berilar ekan, lekin ularning affiliatsiyasi raqam bilan belgilangan. Ular hoynahoy varog'ni pastida yoki maqolani oxirida bo'ladi. Abstraktni ko'rishingiz mumkin, alohida tartiblangan. Background, qaysiki oldingi tadqiqot natijasi bitta gap bilan umumlashtirilgan. U sizni, ya'ni tadqiqot natijangiz emas, mavzu bo'yicha oldin olib borilgan boshqa tadqiqotchilarning xulosalaridan kelingan xulosa bo'yicha ma'lumot berasiz. Bu tadqiqot vazifalari, qanaqa metoddan foydalandi, qanaqa natijalar oldi va qanaqa xulosa qilindi. 5 ta mana. 5 ta chiroyli tartiblangan. Va buni o'rganib olsangiz, shu tartib bo'yicha rasmiylashtirsangiz, o'zingiz uchun ham oson bo'ladi. Kal so'zlar ta'minlangan va lekin ko'rishimiz mumkinki, xuddi birinchi kvartildagi jurnalga o'xshab, bu yerda ham introduction, kirish degan so'z paragraf sifatida, nomi sifatida ko'rsatilmagan, lekin bu o'zi kirish qism o'zi. Keyingiga shu maqolani ko'radigan bo'lsak, materials and methods, metodlar qismiga o'tgan, undan keyin results, natijalar bo'limiga o'tgan. Ko'rishingiz mumkin, natijalar bo'limida asosan jadvallardan foydalanilgan va muhokama qismiga o'tilgan. Va muhokama qismida ancha-muncha demak munozara olib borilgan. Undan keyin ko'rishimiz mumkinki, xulosa qism alohida berilgan. Va mualliflarni contributions, outsource contributions, ya'ni mualliflarni bu maqolani tayyorlashdagi hissalari yoritilgan. Minnatdorchilik ham yoritilgan. Bu ixtiyoriy, minnatdorchilik bildirish ixtiyoriy. Va adabiyotlar ro'yxatiga qo'yilgan, adabiyotlar ro'yxati qanday rasmiylashtirilgan, uni ham ko'rishingiz mumkin. Ana endi boshqa 4-kvartal tibbiyotga tegishli jurnal, Egyptian Journal of Medical Human Genetics bu yerda. Demak, research article bu review emas, brief communication emas, research article, yuqorida aytib o'tdim, bu tajribaga asoslangan maqola. Demak, bu yerda ham mualliflar ko'rsatilgan, ularning affiliatsiyalari raqamlar bilan ko'rsatilgan. Mana ularning affiliatsiyalari varog'ning so'ngida keltirilgan ekan. Abstrakt ham yuqoridagiga o'xshab, demak, tuzilmasi shakllantirilgan. Background, metodlar, results, conclusion, keywordlar bilan ta'minlangan. Va ko'rishimiz mumkinki, bu yerda kirish degan so'z, introduction degan so'z ta'minlangan, yozilgan va kirish qism boshlangan. Kirish qismdan so'ng metodlar qismiga o'tyapti, undan keyin natijalar qismiga o'tyapti. Natijalarda rasmlar, jadvallar, demak, ko'rishimiz mumkin.
Undan keyin discussion, muhokama qismi bo'lyapti. E'tibor bering, muhokama qismida ham demak mualliflar har bir paragrafni nomlagan va muhokama qismida ham demak natijalar bo'limiga tegishli rasmlar, demak jadvallar ta'minlangan va demak oldingi tadqiqot natijalari bilan solishtirilgan. Oldingi tadqiqot natijalari bilan mana 26, 27 va hokazo solishtirilgan. Bu yerda alohida demak bo'limcha qilib limitations, ya'ni mualliflar tomonidan bu ilmiy ishni shakllantirilayotganda duch kelingan qiyinchiliklar, vaziyatlar ham yoritilgan va xulosa qism ham alohida shakllantirilgan. Siz agar research article yozasizmi yoki review article yozasizmi, ikkalasi ham o'zi ilmiy ish hisoblanadi, ikkalasi ham tadqiqot hisoblanadi. Undan oldingi o'sha tadqiqotingiz o'zingiz uchun problem statement yaratib olishingiz uchun bitta bo'lsa ham gap deymiz, bo'shliq topishingiz kerak. Qayerdan topasiz? Qayerdaki mana shu sizni mavzuyingiz bo'yicha demak oldin chop etilgan maqolalarni o'sha discussion va conclusion qismlarida resource limitations yoki further direction kabi belgilab qo'yilgan bo'ladi. Mana shu limitationsdagi bular qanaqa, qaysi tadqiqot savoli yoki qaysi tadqiqot vazifasini amalga oshira olmadi, mana shu haqida ma'lumot berilgan bo'ladi. O'sha siz uchun bitta kamida gap bo'ladi, bo'shliq bo'ladi, qaytiki research problem, tadqiqot muammongizni shakllantirishda va mualliflar tomonidan mana shu mavzu bo'yicha kelgusida qanaqa tadqiqot olib borish kerak, maslahat ham berilgan bo'ladi. Shundan ham foydalansangiz bo'ladi. Mana adabiyotlar ro'yxatiga qo'yilgan talablar, bu yerda linklar berilgan ekan. Demak, linklarni ta'minlash kerak bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, umumiy xulosa mana yuqorida Imrat tuzilmasini rasmini ko'rgan edik, tanishtirib chiqmagandim, rasmini ko'rgan edik va hozirgi demak tibbiyot sohasidagi jurnallardagi chop etilgan 1 va 4 kvartaldagi maqolalarni ko'rib shunaqa xulosa qilishimiz mumkinki, men shunday xulosa qildim, mana shu strukturada maqola shakllantirsa bo'ladi. Kirish, metodlar, natijalar, muhokama, xulosa. Muhokama, xulosa bitta bo'lishi ham mumkin ekan. Demak, hurmatli tinglovchilar, bu Fragans universitetidagi xalqaro ilmiy jurnallar va reytinglar bilan ishlash departamentini Telegram kanali. Demak, universitet professor o'qituvchilari va talabalari a'zo bo'lishlarini so'raymiz. Mavzu yuzasidan kerakli ma'lumotlar berib boriladi. Demak, e'tiboringiz uchun katta rahmat.